Fatullo. Hey, Fatullo. Sekinroq ya. Ha? Yaxshimisan? Chaqirdimsan, tinchlikmi? Farzandli bo'lib qoldim. Ya? Ya zo'ru. Ya tabriklayman ey. Men bir kelinni ham tabriklab chiqay. Jim o'tar. Ha? Hali xotinim bilmaydi, bilsa o'ldiradi. Ha? Ey! Nimaga yotibsan? Majang yo'qmi? Dada, shu menga ham biron bir qiz erga tegarmikan? Ha? Tegadi o'g'lim. Tegadi, nimaga tegmas ekan? Onangdan so'ragin, yigit qizlarni boshini aylantiradigan sehr jodu duosini biladi. Iya, onam shunaqa duolarni biladimi? Albatta biladi. Hozirgacha o'zimga o'zim hayron qolaman. Qanday qilib onangga uylanganimni. Oy, choyni olib-ke. Mana. Voy, yaxshi o'tiribsizmi? O'g'ling qani? Ha, uxlayapti. Ha? Ha? Choy iching. Oy, uyda diplomi turgan bo'lsa, ish izlamaydimi, yoshi bir joyga bordi. Bir oila qilaman demaydimi bu? Dadasi, siz dada bo'lib qanaqa yordam berasiz, a? Ha, bu yuraveradi 40 ga chiqquncha. Ha, siz bir ish toping, ha bir qiz toping, uylantiraylik. Ha, kelinimiz xizmatimizni qilib yursin. Men topgan qizga uylanadimi? Uylanadi. Men aytgan joyda ishlaydimi? Voy, ishlaydi. Mana shu xonadondan shunga kelin bilan ish topmagunimcha bir piyola choy ichmayman. Tushundingmi? Choyingni ham o'zing ich. Hal qiling. Tezroq toping. O'sha kelin choy damlab beradi keyin. Bildingizmi? Shu yoshimda choy damlab bermayman sizga. Kelin kelsin. Yotasan mazza qilib, o'zing ham karavatday bo'lib ketsan kerak. Ha? Xo'sh, keling. Assalomu alaykum hokimboy. Va alaykum assalom. Keling. 2 kundan beri uyingizda oldida poylab turdim, hech ishdan bo'shab bora olmadingiz shekilli. Uchrasha olmadik-da. Tinchlikmi? O'zim ham xijolatdaman, lekin aytmasam bo'lmaydi hokimboy. Shu o'g'ilchadan qizingizga sovchi bo'lib keluvdim. Majbur bo'ldim ishxonangizga kelishga. O'g'limga qizingizni bersangiz degan niyatda keluvdim. Bu o'g'lingizni tanimasam, bilmasam, tanimagan, bilmagan odamga qizimni beraveramanmi? O'zim ham shunday deb o'ylasangiz kerak degandim. Hokimboy, mana bu yoningizdagi bank bormi? Mana shu bankda o'g'lim bo'lim boshlig'i bo'lib ishlaydi. Oldimizdagi bankdami? Ha? Iya, juda yaxshi-yu. Bo'ldi. Men roziman. Rozimisiz? Roziman. Rahmat hokimboy. Omon bo'ling. Tez orada ayollarni jo'nataman, xo'p? Ha. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat, ha. Kiring. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Mumkin, keling. Yaxshimiz boshliq. Sog'liqlaringiz yaxshimi? Maylimi o'tirsam? O'tiring. Ha. Nima, boshliq? Oldingizga bitta masala bilan keluvdim. Xo'sh, eshitaman. O'g'ilchamni shu bankka bo'lim boshlig'ilik lavozimiga ishga olsangiz deb kelgandim. Iya, qiziq odam ekansiz-ku. Men sizni o'g'lingizni bilmasam, tanimasam, qanday bo'lim boshlig'i lavozimiga qo'yishim mumkin? O'g'limni taniysiz? Hokimboyni kuyovi bo'ladi. Shunaqa demaysizmi? Yo'q-e. O'g'lingiz bo'lim boshlig'i lavozimiga ishga qabul qilindi. Rahmat sizga. Rahmat. Hokimboyga salom aytib qo'ying. Bo'ldi, rahmat. Men sizga ishonardim. Rahmat.
Rahmat. Rahmat. Voy dadasi, kelib qoldingizmi? Nima bo'ldi? Ham ishli, ham xotinli bo'ldi. Voy, aylanib ketay, hay o'g'lim. Voy dadaga rahmat degin. Rahmat dada. Mashinachi? Mashina ham olib berasizmi? Mashinani qaynatang olib bersin. Ha. Oh. Rasvo qilding-ku. Ay. Ko'zingga qarab tepsang bo'lmaydimi? Dada, buncha hayajonlanasiz, kechagi o'yin-ku. Bu kechagi o'yinmi? Ha? Kechagi o'yinga ham shuncha odam tushdimi? Hisobda aytmagin. O'zim bir maza qilib ko'ray. Xo'p, hisobda aytmayman. Bitta narsa aytsam maylimi? Mayli, ayt. Baribir hech kim gol ura olmaydi. Nima? Yana futbolmi? Yana futbolmi? Ko'rganingiz futbol a? Futbolda ham qizing boplab ketdi. Ha, xo'p. Dadasi, siz bilan bitta maslahatli ishim bor edi. Hamisha maslahatlarning xarajat bilan tugaganda nima gap? Gapir. Bu o'g'limiz insni qizil diplomga bitirdi. Biror bir kattaroq sovg'a olib beraylik. Qizil diplom olib berganim o'zi bir sovg'a emasmi? Hey, tez. Turing o'rningizdan, bu xususiy klinika. Tushundingizmi? Meni ish vaqtim tugadi. Bo'ldi, endi bemalol boravering. Boshqa payt gaplashamiz. Iltimos doktor, hech bo'lmasa maslahat bering. Nima bezovta qilyapti? Tez gapiring. Mana shu yerimni ushlasam og'riyapti. Qo'lingizni oling-chi. Og'rimayaptimi? Yo'q, sezilyapti. Qani ushlang-chi. Og'riyapti. Ushlamang. Og'rimayapti. Ushlamay yuravering, xo'pmi? Sizdan 50 ming bo'ldi. Tuhvatilla. Yaxshimisiz, boymajon? Assalomu alaykum. Alaykum Bo'lsin. Tuhvatilla, oilangizda yangi chaqaloq dunyoga kelganga o'xshaydi. Ha. Chaqaloqlik bo'ldik. Yangi deyishga ham odamni tili bormaydi. Bu baqir chaqiridan juda katta tajribasi borga o'xshaydi bu bola. Shuni dastidan moshinda uxlayapman. Yo'q-e? Xotin. Xotin. Assalomu alaykum. Keldingizmi dadasi? Men qay. Shu o'g'ling nos chekishni o'rganibdi-yu. Voy. Nima deysiz? Mani bolam nos chekmaydi? Hali shoshmay tur. Bir kun shuni nos chekayotganini ushlab ko'rsataman senga. O'g'lingni o'zi qani? Uyda yotibdi. Bop. Dada, qo'rqitibordingiz ya odamni. Sendan bir xabar olgani kirdim-da o'g'lim. Xabar ham bo'lmay qoldi ustidan,
Tova. Tinch bo'lsang bo'ldi o'g'lim. Hayrat ey. Xudo asradi. Sal qoldi ushlab olishiga. Hali sen shoshmay turgin, noskash. Onangni qo'liga ushlab bermasam yurgan ekanman. Ho, tuhfatilla janoblari. Xormang. Yaxshimisan? Pat yaxshimisan? Shashliging bormi? Bor. Qanaqa shashliklaring bor? Qara. O'zim boqqan qo'yni go'shtidan shashlik qilyapman. Bir mazza qilib ket. Qo'y go'shini menga ikkita mol go'shtidan jas qo'ygin, bir maza qilib. Sen do'stimsan, to'g'risini aytaymi? Xo'sh. Gap o'rtamizda qolsin, mana shu qo'y tirikligida g'irt mol bo'lgan. Ha? Assalomu alaykum oyijon, men keldim. Kepsiz de ha? Biz sizni tanimaymiz. 8 yil ichida 2 yilda bir kelasiz, 2 yilda bir kelasiz. Mollaringiz ham sizni esidan chiqarib yubordi, tanishmaydi ya. Tushundingizmi? Bo'ldi, yig'ishtiring. Endi kelmang bu yoqqa. Bolalarni ham o'zim katta qilib olaman. Sovg'a salomingiz ham kerak emas. Olayoqqa. Olayoqqa sovg'alaringizni kerak emas. Odam qo'rqitib yubordingiz. Nima bola, tushingizda ilon ko'rdingizmi? Tamom. Onangni ko'rdim. Dadasi, sizga anchadan beri savol bergim keladi-da. Beri. Menga uylanishingizni kim maslahat bergan? Bu paytda dushmanlarim ko'p edi, eslolmayman. To'g'ri gap tuqqaningga yoqmaydi-ya. Kelinglar xizmat. Ish yuzasidan keluvdik. Tekshiruvchimiz. Assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. Rahbarning xonasi qayerda? Rahbar xonasi hozir ko'rsataman. Qani, marhamat. Kelinglar. Biz tekshiruvchilarmiz. Uzr, kelinglar. Nima ish qilasiz? Men bo'lim boshlig'i bo'lib ishlayman. Yo'q, bizga kattaroq rahbar kerak. Rahbarning xonasi qayerda? Rahbarimiz xonalari naryoqda. Bo'ldi, o'zim olib boraman. Qani marhamat. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum, kelinglar xizmat. Biz yuqoridan tekshiruvchilarmiz. Nima ish qilasiz? Men direktor o'rinbosariman. Bizga direktor kerak. Direktorni oldiga olib boring, sarson qilmasdan. Hop, yuringlar.
tekshiruvchilar kelibdi. Tog'angga olib kir. Tog'amni oldiga olib kirdi. Gaplashmaymiz deydi. Baraka topkir. Amakingni oldiga olib kir bo'lmasa. Amakimga ham olib kirdi. Yo'q deydi. Boshlig'im bilan gaplashaman deyapti. Obbo. Chaqir. Olib kel. Xo'p. Assalomu alaykum. Kelinglar. Assalomu alaykum. Siz assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qani. Marhamat. Nega ruxsatda? Xo'p. Kelinglar. Xo'sh, xizmat. Biz reja bo'yicha tekshiruvga kelganmiz. Qani, hujjatlarni olib keltiring. Hop. Alo, jiyan? Rahimjon? Bu tashkilotga tegishli hamma xat hujjatlarni olib kirgan. Tekshiruvchilar so'rashyapti. Tezroq bo'la qol. Hozir olib kelishadi. Bu toza havo ham bor ekan-ku. Ha, shuni ayting. Xona ham dimiqib ketdi. Aytmang. Toza havodan ozgina nafas olib, keyin yana qaytib kiramiz. Ey, e'tibor berdingizmi? Nimaga? Bularni tadbirkor desam, bularni bari kalakang-ku. Bu qorovulidan tortib direktorigacha kal. Umrim bino bo'lib, bunaqa ishxona ko'rmaganman. Ya, uzr. Ozgina nima qilib qo'ydik. Siz ham shetda ishlaysizmi? Yo'q, men ishga kirmoqchi edim. Bular ishga olmayapti. Nimaga olishmayapti? Sen bizdan emassan deyishyapti. Xo'sh, hujjatlaringiz hammasi joyida. Tabriklayman. Rahmat. Ertadan ishga qabul qilindingiz. Barakallah, mana. Ishlarga muvaffaqiyat. Kechirasiz xo'jayin. Assalomu alaykum, meni qachon ishga olasiz? Men bulardan oldin kelganman. Meni qachon ishga olasiz? Sizni 5 yillar bor hali. 5 yildan keyin kelsangiz, albatta ishga olamiz. Nima?